Hozir qiyatda 3-4 ta kesilganida. Bezini açık bak ya. İstemeden var. Açacak bezini. Hadi ne bekleyenlerin var mı? Hı? Bizim çoğaltkanlık haberdeyiz. Yani güllerlik ortasını aldı diye bir boğaz değil mi yani? Ortağı. Ciğeniz güllerlik yapıyor. Sokalarız oraya. Kim yaptın lan güllerlik? Sen yaxshi ko'rib yeygan qorning o'sha bo'ladi. Sen yaxshi ko'rasanmi? Oshxona kichikroqda tog'lar ichadi. Bularmi? Qo'y olib kelib bizda. Qo'y. Karantin mahalida. Mashina kirmaydi. O ko'chani boshidan aytib oldi. Mashina tushirib berdi. Uyolib o'tsam militsiya tushirdi. Olib kelsa qo'y arqon yechirib ketdi. Qo'y ushlayversa qo'y. Tushyaptimi? Ha, bir. Qo'chqoradan quvlab yurdi bolalarni. Jigari xudo xolisa asal chiqdi. Inshaalloh. Pastlarida sidirib chiqiydi tepaga. Yo, ishtimi chiqmadi. Xonam chiqmadi, jonivor. Mana, jigar. Zo'r chiqdi. Olmalar ko'tarib chiqib qoldi. Voy Baxtiyor bilan gaplashuvdim. Ertaga bo'sh bo'lsang chiq deydi. O'zim ertaga bo'sh bo'lsang bizlarga kirganimizda aytaman, telefon qiluvdim. Ertaga 16-sida yo'q. 17-sida endi ish kuni. Alhamdulillah bahor kelgani bilyapti aka. Alloh baraka bersin. Ilgari tarashisi ham mayliga bor. Hozir qo'y tarashi pishirilganida ochiq bo'lib ketib qoldi. Buni tarashini ham ozgina go'shiga manirovka qilaversa, shu dar bo'ladi bu ham. Xudolar hammasi Zoid o'rtog'im men to'yimda men qorinlar rulet qilib olib kelib beribdi-da. Ana tomga ochib ilib qo'yibman deb men ham de. Ha. To'yda Kuvaytda esimdan chiqib ketib qolibdi u. Tepadan hali to'ydan keyin qurt tushyapti, qurt.
tomga chiqqanisi o'sha tepa tomda qolib ketgan ekan. Qotlab ketibdi deydi. Va so'rayveradi deydi anaqa. Ro'yxat qanaqa bo'ldi? Oxiridan keyin. Mazasi qanaqa chiqibdi debmi? Oxiridan keyin aytdim, Zoirdan shu deb. Bizlar voqea bo'ldi. Shuni olib bu xaladiniga ham qo'ymabmiz, boshqa ham qo'ymabmiz. Xuddi aytdi zo'r turadigan deb shu shkafga ilib qo'ygan ekanman. Bu narsani baribir silab aytdik odamlar tushunadi. Hozirgilar ko'p tushunmaydi nima bo'lyapti. Ana qo'y mana mashinasini olganman-ku, aka. Qo'rqib ketyapti-da. Ustida yanaqasini olib tashlayapsan, shilib tashlayapsan. Qo'rqib ketyapti. O'zi bu eskidan bo'lgani, to'g'rimi? Ya ko'pchilik olmagan. Ko'pchilik olmagan-da. Qarash olmagan. Qassoblar olgan-ku, qassoblar buni davetskiga qo'ygan buni aylantirib. Ha. Uyda so'yilganlarda ko'pchilik olmagan. Biza shogird bo'lib yurgan paytda mana mana shu narsani xolodilnikga yig'ilganda. Xolodilnikga yig'ilgan, farash qilin, o'sha rulet qilinadi deb o'sha ruletchilarga berib yuborlardi. Olsa ham chiroyli bo'lib turadi-ku, yo'q. Yo'qsiz go'sht. Qassoblar xolosini sekin o'rab davetskiga qo'ydik. Zo'r bo'ladi. Oka, men go'sht otgan paytlarda zo'r qo'yilib ko'rardim, oka. Yurttaşı farklı insan oldu. Ha? Çalar ayıyorsun ağzından çıkarır. To'shani kalta qilib olib yurasan, ertaga bilan olmayman. Buni zo'r ish emas. Ha. Hali oldingi qo'yib turishdi shunda. Ustimda ham turibdi. Ha. Mana shunda olib bo'ladi. Ha, ha. Bundan kesib yuboramiz, chapo taraf o'tib ketadi. Latta ichidaydi. Patiğin dokanı bakıyor. Şimdi dokanı ekliyor. Yani koştum bana. Şu goşu falan bizi koydu. Ha. Fatih sana da zarıya iyi bir canlı iyi yaş koyup sen de bir mehtap koydun o diye koşan böyle.
Atagan yaxshi bizada go'sht. Etdilarmi? Конечно, etadi. Mana shu yerda chiqmasdan turib men ketdi-yu. Shu kuni norini yedingmi? Ketdi. Ikkita cho'qiladim deb shuni qo'yib qo'ydim kelib. Surla soladimmi noringa? Ha? Surla soladimmi? Surlangan go'sht. Bugun betga kelgan, o'sha qassoblarnikidan ikkita cho'qiladim, menikini yemadim. Uyigasi nimaga yemading deydi. Uch baholi norin yegim kelmayapti deydi. Ertalab bir joyda kitobda o'qib qoldim. Mana shu bizani shunaqa deyishimizni, uch baholi, to'rt baholi baho berishimizni nimadan dalolat beradi desa, bizani qornimiz to'q-da. Agar och bo'lganingda o'sha 5 baholi norin bo'lib ketardi. Shunaqa. To'qchilik bo'lib ketyapti, alhamdulillah. Isrofgarchilik ham bo'lib ketyapti, aka. O'shaning uchun tanlaydigan bo'lib ketib qoldi. Isrofgarchilik bo'lyapti. Bitta narsa savol bermoqchi edim-da. Savolni qanaqa tushunasiz bilmadim. Bitta ko'p joylarga qo'y so'yishga boramiz-ku. Mana hozir siznikidan qo'y so'yib chiqib ketaman. Mana shunaqa holatda keyingi odamni uyiga, keyingi safar ham borsa, xuddi o'sha uyga, o'sha go'shtni qora kesak joylarini olib, yog'ini ajratib qo'yishyapti-da, go'sht yog'larini. Tushunasizmi? Go'sht yog'larini ajratib qo'yishyapti. Nima qilyapsiz uni desam, unga bunga berib yuboryapman deydi. To'qchilik deydi unda. Hasan Husan akamgilar bor, mol go'sht sotadigan. Bilasizlar, aka, eski qassoblar. O'shalardan bo'yon olardim-da. Bo'yon olib turib, o'sha yog'larni olib, qiyma qilib chiqarib berardim uyga olib kelib, kaklet qilib qo'yiladi. Yemaydigan odam ham bor, shunaqa yeydi, shirin bo'lib ketar ekanda. Bismillahchilik bo'lyapti. Bunda o'ylayotganingda shu qiz qizyapgan shu qassoblardan qizoq unaqa ekan. Yog'li yeydi-da, zo'r bo'ladi-da, yaxshi-da, ani tanlamaydi. Kalla pocha ham yeydi, kalla pocha ham pishiradi, hamma narsa qilib beradi-da. Hozirgina kalla solishni bilmayman, qilishni bilmayman, qo'lim sudib qoladi. Ha, qo'rqib ketadi. Kalla paytda qassobdan sovchi keldi desa, bemalol anaqa qilishgan-da. So'rab surishtirib, shunday berib olishgan. Hozir cho'chib qoldi qassobga qiz berishga. Qo'yga keladigan odamlar. Ya, unda emas, o'zi boshqa anaqalar ham bor deb bitta sal nozikroq masalalar bor. Qassobdan qo'rqib qo'ygan ko'pchilik. Qo'lda pichoq bo'ladi. Yo'q. Ko'p, ana qarz degan muammo bor. Hozir shunaqa ko'payib ketganda, hozir iminda mana shu bozorda. Bir-birini kiydirgan, bir-birini urgan, har xil anaqalar juda ko'payib ketdi-da. Yurib qonni ichadi. Nima metaldan deydi. Buni hadya qilishganda bir inson hadya qilgan. Qassobda ishlatadigan pichoq Leningradskiy pichoq. Yo'q, bu boshqa. Men bilmayman qanaqa pichoq bilmayman. Ani o'sha inson hadya qilayotgan odam o'zi Rossiyadan anaqasini ettirgan ekan, materialini olib keltirib, o'zi yasattirib qilib beribdi-da, baraka topsin. Alloh rozi bo'lsin. Ko'p ishlatolmaysan dedi. Men pichoq qo'lingni ishlatgan odam emasman. Bilingni bir o'tib o'zi ishlatmasdi. Dubayga borganimizda bir bahokam pichoq olgan, olib kelib Alexskiy do'konga berganmiz. Ya o'shanda bitta ikkita qoldi-da o'zimda ham. Lekin yaxshi sotilgan o'sha pichoq. Chilim ko'rib ketadi, chilim ham olgan bizni Dubayda. Olib kelsak bu yerda o'tkazmayman deydi. Kushing. Shlankasi boshqa chamadonda unisi bu yoqda qilib olib o'tganmiz uni. Endi sotaymiz desa, buni sotsa bariga olib qolar ekan-ku deyib kelgandan keyin. Kerak emas.
boshlaringga bir ish tushib qolsa, militsiya kelib qo'yganda militsiya yaxshi bo'lib qoladi. Aynen. Hazırlayısın hiç kilo keldi böyle sayende. 35 kilo kelar, 42 kilo kelar, 30 kilo kelar, Alloh bilguvchi aka. Buni men anig'ini anaqa bilmayman, aqlim yetmaydi go'sht kilosiga. Shunda tarozga tushganiga misol hisobini qilaman yoki jivoyiga hisobini qilamiz aka. Bozorga chiqmay ketding shunaqa qilib. Ha, bozorda yig'ishtirib yuborildi aka. Ozgina vaqtlariga bilan shug'ullanildi. Keyin deb ketdilar. Natijalar tushmaganiga hozir eslatib qilib olishim qiyin bo'ladi. Ha. Tanish Bitta urdim, bitta urdim. Tanish chehra domini eslaman. Bitta urdim men. Zo'rdan tanidim, zo'r. Yani yüzüğü yemler çıkar. Bormadı da yüzüğü var yedi bölümünde. Herhalde ki namazı çıkıyorlardı. Müslümanlığı çıkıyor gitti. Taşıyor. Ben öyle oldum. Zaten oğulları kesi geliyor. Shu yerdan ish hozir oling. Alhamdulillah. Rohatlanib tomosha qilib turadi deb o'tganingiz yoki Yaxshi bo'lsa xotirga muhtoj bo'ladi. O'ylayotgan narsam, yani ko'pchilik hozir mana bu dumbalarni borib, anaqa qilmayapti-da, ishlatmayapti, yog'larni, ustidagi yog'larni ishlatmayapti ko'pchilik. Shularni mol go'shtini bo'yniga qiyma qilib chiqarib, isrof qilmasa, hozirgi yillar aynasi afshi bo'lib ketishyapti, baraka topishsin. Okalarga Xudo quvvat bersin. Shunchaligiga quvvat bersin deydi. O'ylada qo'ygan ovqatlanadi. Shuni oshpaz tepasiga turaveradi, qo'yib. Tushunarli. Ovqat sizlar hammamiz oyog'imizga kiyib o'tiraveradi. Shuni nimadir beradi, deb. Ha, shunaqa. Qo'lmarcha to'ldirib Alhamdulillah. İşlerini yakunladik Xudo xolasa. Allohga hamd bo'lsin.